Barchaga ma'lum, migratsiya agentligi va Amerikaning USA Foreign Labor tashkiloti o'rtasida o'zbekistonlik nomzodlarni AQShdagi mavsumiy ishlarga jalb etish bo'yicha shartnoma imzolangan. Ayni paytda ish beruvchi tomonidan qishloq xo'jaligidagi turli yo'nalishlar bo'yicha dastlabki talabnomalar taqdim etildi va tashkiliy tayyorgarlik ishlari boshlandi. Jarayonlar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Faqat quyidagi holatlar yuzasidan ish beruvchining e'tirozlari bor. Oxirgi kunlarda fuqarolar tomonidan hamkor tashkilotning dunyo bo'ylab faoliyat olib boradigan rekruterlariga hamda turli saytlar orqali to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilish holatlari keskin oshgan. Lekin shoshma-shosharlik bilan qilingan urinishlar faqatgina ortiqcha ovoragarchilik va asossiz kutilmalarga sabab bo'lishi mumkin. USA Foreign Labor tashkilotining rasman ma'lum qilishicha, nomzodlarni ro'yxatdan o'tkazish va saralash jarayonlari migratsiya agentligi orqali amalga oshirilishi va AQSh tomoniga yo'naltirilishi lozim. To'g'ridan-to'g'ri rekruterlarga murojaat qilish yoki mustaqil ro'yxatdan o'tish orqali ishga joylashish imkoniyati mavjud emas. Qo'shimcha ma'lumotlar migratsiya agentligining rasmiy sahifalarida e'lon qilinadi. Vositachilar, firibgarlar va pulli takliflarga ishonmang. Ijtimoiy tarmoq faollaridan ushbu ma'lumotni keng tarqatishlarini so'rab qolamiz.